Assalomu alaykum farzand ishqibozlari. Ruminskiy farzandlarimiz bolalaridan bor sotuvdi. Faqat xo'rozlari. Tilo qo'ng'isi bet. Faqat xo'rozlari sotiladi, jo'ja xo'rozlari bor. O'tdi mana shularda bolalari. Nega mana farzandlar? Sizdan olib keladimi? Endi bularda xo'rozimiz ko'p chiqdi, o'shanga xo'rozlardan sotib yuboraymikan deyapman-da. O'sha xo'rozga ajrab, makanga ajrab qoldi. Bitta xo'roz, ikkita makon bor. Bitta xo'roz urushib turadi, boshqa kattaga qo'yib qo'ydi. O'ta bir go'zal holatga kelishdi bular. Ranglarga qarang, udor bo'lib chiqyapti, Xudoga shukr.